Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Silverstone antradarlarimiz yetib keldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana korobkada yangi. Soch Pro Wi-Fi va bu ham Soch Pro Wi-Fi. Tayyor. Ha. Tayyor, davom etaveramiz. Biz Wi-Fi'lar tayyor, har xildan bor. Bugungi kunga narxi hamyonbop va omma yoqadigan, kissani choqmaydigan, ishtiroklardan asrab qoladigan antiradar bo'ladi va albatta Doppler antiradarlarimiz ham kelgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, O'lmasjonning o'zi tushuntiradi. Mana bugungi kunga teng yo'q antiradarlar, mana buni konkurent yo'q antiradarlarimiz yetib kelgan. Doppler Pro Wi-Fi. Bu hamma biladi, o'zi bunda ikkita elena qo'yilgan. Multiradar orqadan 600 metr, oldidan 1 kilometrdan aytadi. Bunda yana bir qulaylik tarafi bor. Hech qanaqa ortiqcha ena markalarga pamexa yo'q. Ortiqcha signal bermaydi. To'xtab turing. Ha. Bunisi ham yo'q. Bunisi ham Borini yo'q. o'chirsa bo'ladi. Silverstone radari Mana o'zi. bugungi kunga eng zo'r antiradar bo'lib turibdi. Dizaynchasi ham juda ham chiroyli. Bu Soch Pros bular. Hozirgi kunda birodarga tengi yo'q, lekin konkurent yo'q antiradar mana shu. Bugunlik kunda. Kimga qiziq bo'lsa, O'lmasga murojaat qilasizlar, yo bo'lmasa Universal Pro Maxga murojaat qilasizlar. Kerak sizga antiradar. Ikkalamizda ham bir xil narsa bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, sog' shabet.